Assalomu alaykum Bozorbon YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ayni vaqtda Andijon viloyati Shahrixon tumanidamiz. Nayman mahalla fuqarolar yig'inida bugun makka ekishtirlar haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz 5-6 yildan beri shu makka ekadigan mutaxassisga aylanib ulgurgan, to'g'ri, agronom emas, lekin shuni sir-sinoatlarini biladigan Ikromjon akamizdan ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. Ikromjon aka, hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Dehqonchiliklarga baraka bersin. Rahmat aytganingiz kelsin. Xo'p, bu yer bug'doydan keyin ekilgan. Qaysi sanasida ekilgan? Bu yerimiz bug'doydan keyin yoz oyini 2-oy, iyul oyini Mhm, 3-sanasi ekilgan. mhm. Unib chiqar 2-sanasi Xo'p, ekib ekishdan oldin agrotexnikasi qanaqa bo'lgan? ekishdan oldin har yili buni nima qilib yoqardik. Bu Aha, yil endi qattiq bo'lgani uchun ekologiyaga zarar deb nima qilishgani uchun disk barana qildik avval. aha. Disk barana qilib mana bu yerda jiyanlarimiz bor, Lowell traktorlari bor, Xitoydagi 4 g'ildirak kichkina. Mhm. O'sha traktorlarda agrotexnikasini qilganmiz. Agatini olishdan boshlab kultivatsiya qilib, ekishda lekin haligi yangi chiqqan hali qo'lda nima qilgan bolalarda Aha. Bugungi kunda qadrdon tomoshabinlar mini selkalar chiqqan. mini Shu selkada, selkada ektirgansiz. mini Demak, selkada. ekkuncha qaysi sortdan ekkansiz? Hozir biz o'sha Nodirbekdan olamiz. Green Life kompaniyasini Ranger navidan Aha. ekkanmiz. 2 yildan beri yaxshi bo'ldi. Favosi 600 o'rtacha nimasi. Demak, FAO haqida ma'lumot berib kelsak tomoshabinlarimizga. Havo bu issiqlik darajasi bu. Mhm. Favosi yuqori bo'lgan, mana Chemp, Simon degan navlari bor ekan. PL 720 mi o'shunaqa navlari bor ekan, ularning favosi ko'p. Mhm. U kuzga ekishga bo'lmaydi. Pishmay qoladi nimasi, dona. Silos yo'nalishda bo'lsa ham. Mhm. Uni bahorda ekish kerak. Keyin biz yangicha usul qildik. O'tgan yili bir Xo'jaobodlik 3 ta yigit kelib, shu qo'l selkada ekishib ketuvdi. Ular tomonidan shu agatni ichiga ekishar ekan. Mhm. Ham sug'orish ham oson. Agatni ichiga ekkanmiz. Keyin ana shu kichkina traktorlar uni buzib 2 marta kultivatsiya qilganmiz. Mhm. Bir marta dori solganmiz agrotexnikasi. Shu xolos. Lekin omma ekayotganda bir gektariga 100 kilo, 150 kilo karbamid bilan amafosa qo'shib sug'orsa yaxshi unadi. Demak, Baquvvat bo'ladi. selkada birga ekilgan. Urug', nima, dori. Shunaqami? Yo, bu yil shuni ilojini qila olmadik-da. Aha. Shuni iloji bo'lsa, o'sha traktordan yo bo'lsam qo'lda bo'lsa ham eplab, shu donni yoniga dori bilan qo'shib ekilsa, tezroq unib chiqadi, baquvvat bo'lar ekan. Mhm. Uni oldin sinuvdik, bu yil endi qo'lda ekizganligimiz uchun ilgari selkada eksak ham dori solardik yoniga. Mhm. 100 kilo, 150 kilo karbamid bilan amafosa aralashtirib. Hozir bu yil iloji bo'lmadi, shu qo'lda ekizganligimiz uchun. O'shaning uchun sal bu yil nimalarimiz har yilgidan ko'ra baquvvat emas. Keyin jicha qalinroq ekizib qo'yibmiz. Tushunarli. Agatni orasi necha bo'lishi kerak va tashalayotgan urug'lar orasi necha bo'lishi kerak? Agarda orasi qisqa bo'lsa, tashalayotgan urug'ni masofasini uzoqroq qilaverish kerak. Taxminan nechaga necha? Misol mana shu 80 ga 16 santimetrga bitta tashlansa normalniy bo'lar ekan. Mhm. Hozir bu bizniki ikkita selka ikki xil ekdi. Bittasi 12 santimetrga, bittasi 14 santimetrga. Mhm. Даже 11 santimetrga ham ekdi bittasi. Qalinroq ekinglar deb men o'zim xato qilibman bu yil. Bitta 11 12 ga ekilgan, bittasi 14 santimetrga ekilgan. Qaysi biri yaxshi effekt berdi sizning nazaringizda? 16 santimetrga ekilgani yaxshi effekt berar ekan. Gektariga 80 ming dona urug' kelsa, Mhm. ana shu normalniy ekan. Demak, bir bir qop necha qop ketadi endi taxminiy gektariga? Gektariga 1,5 qop ketadi. Aha. 1,5 qop, shunda normalniy bo'lar ekan. Tushunarli. Demak, 1 gektarga taxminan necha pullik rasxod qilishingiz mumkin? Ya'ni yer holatida. Umumiymi? Aha. Pishib yetilguncha. Yo'q, yerni holati bo'yicha, pishib yetilguncha. Pishib yetilguncha hozir endi yerni biz sotib olamiz, Necha yerni puldan taxminan? 4-5 milliondan yerni sotib olamiz. Agrotexnikalari, dori, urug'ni puli bo'lib 10 milliondan oshib ketadi 1 gektariga. 1 gektarga. Xarajati, ha. Tushunarli. Endi bu unib chiqqandan keyin demak ekildi, suv ochildi. Necha kundan keyin yana necha marta suv berdingiz demoqchiman?
unib chiqqandan keyin, ekkandan keyin 2 marta suv qo'ydik. Mhm. Agatni ichida bo'lganligi uchun sal balandroq bo'lib olsin deb 2 marta suv qo'ydik. Agar pushtaga eksangiz, 1 marta suv bilan keyin agrotexnikasini qilsangiz bo'laveradi. Mhm. O'sha bilan yog'i keyin tizza bo'yigacha borib qoladi, dori solib, nima qilib. Bu biz endi agatni ichiga ekkanligimiz uchun 2 marta suv qo'yib chiqarib oldik. Mhm. O'sha 1 martada chiqadi, endi yana ham nami Balandroq qochib bo'ldi. ketmasin deb, ikkinchisini ham qo'ydik. Arang ulgib qoldiga dori solishga. Tezda o'sib ketib qoldi-da, keyin kultivasiya bo'lgandan keyin yerga issiqlik tezda yetib kelib, 1-2 kun ichida ham o'sib ketib qoladi-da. Mhm. Demak, 2 marta kultivatsiya berdingiz, 1 marta dori soldingiz. Taxminan gektariga necha kilodan solinadi o'zi? Solinishi kerak. Biz 350 kilodan soldik. Mhm. Endi cho'ntakka qarab, o'zi asli ko'proq solsangiz ham bo'ladi. Endi qudratimiz shunga yetganligi uchun 350 kilo soldik. Endi har yili ham shunaqa solardik. Ana shu birinchi silka bilan qo'shib ekilganda, Mhm. ekilgani bilan 400 kilo, 450 kiloga borardi. Taxminan 1 gektarga 500 kilo hisobini olib qo'ysa bo'laveradi ekan degan bo'ladi. Ha, yo'q 500 kilo yerni holatiga ham qarash kerak. Mhm. Yerni boniteti bo'ladi. Misol baquvvat yer bo'ladi, kam quvvat yerlar bo'ladi. Mana shu yerlar o'rtacha yerlar, boniteti ko'p bo'lsa, dorini ko'p ham zarari endi molga beradigan bo'lsa, o'zi asli dori solmaslik kerak endi o'zi. Lekin Go'nglar bilan nimalar bilan yetishtirish kerak. Ana shu eski agronomlar aytadi. Molga beradigan narsa bo'lsa, kamroq dori solish kerak deydi lekin. Tushunarli. Endi hozirgi kunda bo'ylari taxminan 2 metr, 2,5 metrliklari ham bor. Siz tajribangizda qanaqa bo'lgan va eng balandi? Hozir bu bil o'xshamagani deyapsiz-da. Balandi ana shu chemp degan navni ekamiz 4 metr oshib ketgan. 4 metr oshib ketgan chemp degan navi. Lekin havosi balandda uni pishmay qoladi. Makkani pishganini qayerdan bilsa bo'ladi? Makkani pishganini mana shu ochib ko'rganingizda mana. Hozir mana shu borda jinday. Hozir bunday essangiz sut qatiqda hozir bu. Jinday bo'r holatiga kelish kerak. Silos qilish uchun. Bo'r holatiga kelsa, keyin bu pishgan hisoblanadi. Bo'r holatiga kelgan paytda. Hozir jinday bor. Biz ham saqlab turibmiz endi. Havo jahoni yaxshi bo'lib tursa, Xudo xolasa shu 15-lariga o'ramiz deb. 15-lariga o'linadi. Shunda necha kunda o'rasiz makkani? Hozir 3-chi kelsa 90 kun bo'ladi. Boring yana 100 kunga boradi-da, 100 kun atrofida o'ramiz. 90 kun, 100 kun turish kerak. Yo'q, men hozir aytdim-ku, makkani havosi bor. Hunterlar 580 mi, 550 mi shunaqa, ertaroq pishadi. Yana hali Xitoyning navlari bor, ertaroq pishadigan navlari ham bor. Endi biz mana Nodirbekdan shunga nima qilganmiz, har yil ekkanimiz uchun ancha-muncha bizga yordam ham qiladi. Hali olayotganimizda jicha-picha pulidan nima qiladi. Chegirma qilib beradi. Yo'q, jicha keyincharoq berishga ham beradi-da. O'shaning uchun shu yigitni olamiz. Mana shunga o'rganganmiz. Endi Green Life'ga. Taxminan gektaridan nechta tonna silos olish mumkin o'rtacha? Bundan mana shundan 50 tonna atrofida beradi, plus minus. Gektariga. Gektaridan. Hozir mana shu holat mana shu qalinligiga 50 tonna beradi. Lekin shu aytdim, bahorgi urug'lar 70 tonnadan oshirib yuborsa kerak deyman-da endi. 70 tonna. Bahorda hech ekib ko'rmaganman. Bahorgi o'sha urug'lar favoz ko'plari 70 tonnadan oshirib yuboradi. Tushunarli. Bizni odatiy makka ekish usullarimiz bor-da. Avvalan foydalangansiz. Buni qulayliklari qanaqa? Ya'ni qo'lda olingan, misol uchun bahorda pishirib olingan makka urug'larda ekilardi. Ekish texnologiyalari boshqacharoq edi. Qaysi biri ustun va nima uchun? Ekkansizda oddiy makkalarda. Bundayda bu makka bir oilalik ikki jinslik o'simlikda bu. Endi agronomlar shunaqa deyishgan bizga. Ana shu tepasidagi guli yer qurib qolmaslik kerak deyshadi. Yer qurib qolib, ana shu tepasidagi guli qurib qolsa, o'sha tushib buni changlatadi mana uni. Agar o'sha qurib qolsa, yer qurib, o'sha tepadagi nimasi qurib qolsa, don olmaydi. Bular mana Turkiyaning urug'i bu. Menimcha shu urug'lanadigan nimasini olib qo'yadi, kesib qo'yadi mana shu yerlarda. Kesib qo'yadi. Men uni sinaganman ham deydi.
kesib qo'yadi, mana yondan tushayotgan yoki bo'lsam o'zlari changlatadi, o'sha maxsus nimalari bor, dorilarda. Boshqa navlar bilan chatishtirib yoki bo'lsa mana shu yonidagi nimadan changlansa, o'shunda keyingi yilga mana uni urug' qilsa bo'ladi. O'zidan urug'lanib qolsa, keyingi yilga bu urug' yaxshi effekt bermaydi. Bu makka bir oilali ikki jinsli o'simlikda bu. Shu o'zidan o'zi changlanib qolganligi uchun mana makka yanagi yilga bunaqa darajada bo'lmaydi-da. Shuning uchun an'anaviy odamlar ham ekayotganlar ham oddiy urug'dan ekadi, arzonroq ekadi. Arzonda endi u. Va gektarga siz aytgan tonnani olisholmaydi. O'shanaqa. Men o'shanaqa deb o'ylayman endi. Men o'zim tajribamdan kelib chiqib. Shu 4-5 yillik tajribangiz bor. Demak, bemalol tavsiya etalasiz. Bunaqa Green Life kompaniya umuman olganda dorilangan urug'larni olib, ishonchlisini ekib daromad qilishdi. Shunaqami? Xaridlar ekaman men. Qimmat bo'lsa ham shundan olib ekaman. Chunki bu kuz havosi har xil kelib qoladi. Uni ekib qo'ysangiz, bir xilgi paytda yotib qoladi u. Bu mana urug'ni yanagili eksangiz, balkim qalin ekib qo'yarmiz. Yo bir bu ming shamol bo'lsa ham yotmaydi-da bu. Yotib qolgan makka u azob keyin. U kambayn ham o'rmaydi, uvol bo'ladi qoladi. Demak, biz an'anaviy urug'larimiz doim ko'ramiz, tagiga suv qo'yilsa va shamol bo'lsa yotib qoladi. Demak, buni ustunlik jihati ham shu. Ustunlik jihati biz birinchi o'rinda shu kuzda yotib qolmasligi uchun buni ekamiz. Endi bir 2 yildan beri havo yaxshi kelyapti. Undan oldingi yillari havo yomon kelib, odamlar qo'lda o'rib kambaynga tashlab yegizgan yillari ham bo'lganda. Bu yerga savol beryapti, hozir urug'ni qanaqasidan ekasiz deyapti. Misol mana shu Ranger degan navni 3 xili bo'ladi. Men o'shanaqa ko'rganman-da, endi shu Nodirbeklarda ko'rganman. Mana shu uchidagisi maydasini ekamiz. Sababi bu unib chiqishi oson. Bu o'rtadagisi, misol bu 3 kunda unib chiqsa, bu sal 4 kun, 5 kunda unib chiqadi. Bu eng kattalari, tagidagilari uzoqroq vaqtda unib chiqadi. Keyin yozli kuni bo'lgan bo'lsa, yozda issiq kuchli bo'lgani uchun achib qolishi mumkin. Bu mana uchidagi mayda urug'da eksangiz, unib chiqishi tez bo'ladi. O'shaning uchun sal maydarog'ini ekamiz biz. Demak, yozga ekilayotganda shundan foydalanamiz. Urug'ni maydasini olgan yaxshi. O'zi sotuvchilar aytadi buni. Ham shtugidan ko'p bo'ladi. Yo'q, shtugi bir xil bo'ladi. Shtugi bir xil bo'ladi. Asha qobida 50 ming dona urug' bo'ladi. Lekin kilosi ozroq bo'ladi qobida. Buniki bu tomonlarniki kilosi ko'proq bo'ladi. Qobda misol bu 14 kilo chiqsa, bu 15-16 kilo chiqadi. Shunaqa sal. Lekin bu hosilda mayda bo'lib qolmaydi lekin. Yo'q, mayda bo'lmaydi. Mana shu mayda urug'da ekkanmiz. Buni unib chiqishi bexato chiqadi-da. Misol 95% chiqsa sizga yetadi endi. 95% chiqqani bu yaxshi chiqqani deganda endi. 100% chiqarib yuborish qiyin endi hammasini ham. Nima achib qolishi mumkin nima. Kuzda ekadiganlarga shu boshidan. Shu mana shu tomonni 3 tomondan mayda urug' olib ekkan ma'qul. Endi tajribamizda endi bu ham bizdagi tajriba. Mana shu bu tomondagilari ko'proq suvda qolib kelsa, yozgi kunda haligi ko'llab qo'ygan joylarda achib qoladi, chiqmay qoladi. Qadrdon tomoshabinlar, hamma narsani dushmani bo'lgan singari bu makkalarimizni dushmani, zararkunandasi qurt bo'ladi. Albatta bakiga va doniga o'chadi. Qaysi paytda qanaqa dori sepish kerak qurtini oldini olish uchun? Qurtini oldini olishning yo'li ana shu bug'doy o'rilgandan keyin kirsangiz, o'zi mayda kapalak uchadi. Mayda kapalak ko'p uchib qoladi. O'sha kapalak urib qo'yadi, qurt hosil bo'ladi undan. Men qish kelishiga qarayman. Qishda qanchalik qattiq sovuq bo'lsa, bahorda keyin mana shunaqa ekinlarga qurt tushish kamayadi. Keyin bu yil ham sovuq bo'ldi ko'rdingiz. O'tgan yil, undan oldingisi yil anamal sovuq bo'ldi. Anamal sovuq bo'lgan yili qurt kam tushadi. Hozir mana shu yerga biz zahar sepganimiz yo'q. Mana ashti yo'q hisobda. 99% borda, endi ichida birorta joyda bo'lmasa, hozir
Mana shu uvotiga 150 ming so'mlik zaharni olib kelib, qo'lda haligi motorli nimada o'g'illar sepib qo'ygan. Makkaga emas demak. Makkaga emas, mana shu uvotga sepgan. Agentlariga. Uvotga sepgan. Aha. Aylantirib uvotga sepkizib chiqqanman. Zahar nima, shtobi nimalar kirmasin ichkariga deb. Ha, demak atrofidan muhofaza qilgansiz. O'ziga Atrofidan sepmasdan. muhofaza qilib qo'yaraman. Endi agar qish issiq kelsa, lekin qurt tushadi. Ha, uni oldini olish kerak. Ha, uni oldini olish kerak. Hozir men shu atrofiga u o'zi chiqayotganda bilinadi-da. Yoki bo'lmasa uni ekmasdan burun somonni ichida yurganingizda kapalak uchadi o'zi. Chigirtkaga o'xshab mayda kapalaklar uchadi. Demak, qurti bor ekan deb hisoblab o'shunda umumiy keyin zaharlayman. Tushunarli. Dehqon demak har bir narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Shunda yaxshi natijaga erishadi. Ha, xudo xolasa shunaqa bo'lishi kerak endi. Va buni 15 Tajriba, endi u ham yilda qilayotgan tajribamiz bo'lganligi uchun bilasiz. ha, o'shini mana bu yil endi ortiqcha rasxodda u, misol o'sha pulga mana shuni misol yana bersangiz 1 millionga sepib beradi. Bir 5-600 ming so'mlik yana zahar olishingiz kerak. Uni qurt bormi yo'qmi sepib o'rganingizda, buni ustiga biz endi tirikchilik shuni orqasidan mol boqamiz, silos qilib sotamiz, daromad qilishimiz kerak-da endi. Yani o'zi ishib ketaveryapti-da o'zi rasxodda. Tushunarli. Yer qimmat. Ba'zi bir paytda suvni nasosda qo'yamiz, salarga sarflab. Endi bu necha marta suv ichgan umumiy? Hozir bu yer suv yaxshi bo'lganligi uchun bir 6 marta, 7 marta ichdi suvda. Bu yerimiz keyin ukulonroqda suvni qo'ysangiz tezda nima qilib ketadi. Ketaveradi. Keyin haligi men aytdim-ku, agatni ichiga eksa ham deb. Bu bizni yerimiz agatni ichiga ekkanimiz sababi yerimiz ukulon. Ukuloni Yaxshi. yaxshi. Agar ukuloni yaxshi bo'lmasa, agatni ichiga ekishni tavsiya bermayman lekin. Nimani ustiga ekkan yaxshi. Agat pushtaga ekkan yaxshi, pushtaga ekkan yaxshi. Bizniki yerimiz mana shu yerimiz, aynan shu yerimiz ukuloni yaxshi bo'lganligi uchun suvni ochsangiz birpas yetib boradi tepaga. Demak, o'z atrofingizda yerdan olasiz. Yerda olib tanlayotganda nimaga e'tibor berasiz? Yerni tanlayotganda endi mana shu yerda yashaganligim uchun qaysi yer qanaqa hosil berishini yaxshi bilaman. Endi ko'rganman. Mana shu yaxshi bo'lmaydigan yerlardan ham ekib ko'rganmiz. Uncha yaxshi bo'lmagan. Bu mana shu Sherzodbek fermerni yeridan ekaman. Yaxshi bola shu o'zimizga yerlarni bergan. Mana shu yerda shu yigit narsalarga qorovul bo'lib yuraman. Demak, bu ham yer tanlash ham tajriba. Ha, yer tanlash ham tajriba. Tajribadan Yaxshi yer bo'lmasa, ekmay ham qovuraman. Chunki uni sarflaganingizni rasxodini chiqarmaydi-da. Demak, yaxshi yer tanlash Ha. kerak. Umuman olganda dehqonchilikda bugungi kunda intensiv usullar bilan hamma narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Ha, shunaqa bo'lishi kerak. Uzoqdan ham ekmayman. Buni toshib kelish muammo bo'ladi. Keyin uni qo'riqlash. Taxminan 3-4 oyda 1 gektardan 15 million 20 million so'm daromad qilsa bo'ladi. Shunaqami? Endi nasib bu. Hamma misol bu yil qancha sarflagan bo'lsak, shuncha daromad qildik. Saqlab. Endi ba'zida bo'lmay qoladi. Ba'zida o'ziga o'zi bo'lib qoladi. Endi bu dehqonchilik shunaqa narsa-da endi. Bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Ha, bo'lsa yaxshi, bo'lmasa endi bu dehqonchilikka bir narsa deb bo'lmaydi. Men bunday qoraman deb bo'lmaydi-da endi. Tushunarli. Bu saqlab sotishga ham bog'liq. Ha, saqlab sotsangiz ham misol bu yil yaxshi bo'ldi. O'tgan yilgisi o'sha kuzda sotganimiz bilan bir xil bo'lgan. Saqlaganimizda ham teng bir xil nima bo'lgan. Bu yil bahorgisi yaxshi bo'ldi lekin. Bu yil bahor. Siz yozdan keyin somondan keyin olasiz. Ha, somondan keyin olamiz. Ba'zi paytda nima ham endi ekkanmiz, ozroq ekkanmiz, bahorda ekkanimiz. Tushunarli. Bahorda ekkanmiz, ozroq ekkanmiz. Qadrli tomoshabinlar, ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Dumbil holatlarini ko'rib turibsiz. Mana bunday bo'lib katta bo'lgan, ya'ni 15 kunligi qolgan. 15 kundan keyin o'rishar ekan. Iloyim dehqonchilarga barak bersin. Biz nima demoqchimiz? Umuman olganda, har bir ishni e'tiborli bilan, diqqatli bilan, tajriba to'plagan holatda qilsa, yaxshi daromad olish imkoniyati bor. Ayni daqiqada biz Andijon viloyati Shahrixon tumani
Nayman mahalla fuqarolar yig'inidagi dehqonimiz bilan suhbatni amalga oshirdik. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Makka ekishsizlar haqidagi videolarimizni keyingi yillarga davom ettirishimiz imkoniyati bor.